Assalomu alaykum qadrli partiyadoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Partiyamiz tomonidan o'tgan hafta davomida amalga oshirilgan ishlarning qisqacha tafsiloti bilan haftalik dayjestimiz orqali tanishing. 23-fevral kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiyamiz fraksiyasi yig'ilishida O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturining 2025-yilda bajarilishi yuzasidan Vazirlar Mahkamasining hisoboti muhokama qilindi. Xuddi shu kuni partiya markaziy kengashida yoshlar siyosati, ekologik madaniyatni yuksaltirish hamda xalqaro ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda partiya markaziy kengashi raisi Abdushukur Hamzayev, Yoshlar ishlari agentligi vakillari, partiya xodimlari hamda yoshlar ishtirok etishdi. 24-fevral kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi Surxondaryo viloyat kengashi tashabbusi bilan o'quv seminari tashkil etildi. Tadbirda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda hududiy ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari keng muhokama qilindi. 25-fevral kuni davlatimiz rahbarining yoshlar bilan o'tkazgan uchrashuvda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, yoshlarning fikr va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Ekologik partiyasi markaziy kengashida ochiq muloqot tashkil etildi. Unda partiyaning yoshlar qanoti va yoshlar parlamenti a'zolari, shuningdek bir guruh oliy o'quv yurtlari talabalari, faol yoshlar ishtirok etdi. Shuningdek, mazkur sanada partiya markaziy kengashi tomonidan hududiy partiya tashkilotlari bosh buxgalterlari uchun moliyaviy hisobotlarni shakllantirish va raqamlashtirish mavzusida malaka oshirish o'quv kursi tashkil etildi. Mazkur o'quv kursi partiya tizimida moliyaviy intizomni mustahkamlash, hisob-kitob ishlarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yuritish va moliyaviy hisobotlarning shaffofligini ta'minlash maqsadida o'tkazilmoqda. 26-fevral kuni Buxoro viloyatida mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili munosabati bilan Ayol tabiat jamiyat shiori ostida ayollar eko-forumi bo'lib o'tdi. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi a'zosi Oybek Rahimov, partiyaning Buxoro viloyat kengashi, oila va xotin-qizlar viloyat boshqarmasi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi vakillari ishtirok etdi. 27-fevral kuni O'zbekiston Ekologik partiyasi O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab hamkorligida ekologiya sohasida faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari va ayollar ishtirokida barcha harakatlarimiz yashil kelajak uchun shiori ostida forum tashkil etildi. Shuningdek, parlament reglamentiga muvofiq partiyamiz deputatlari 26-27-fevral kunlari hududlarda o'rganish ishlarini olib bordilar. Saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, islohotlar natijadorligiga e'tibor qaratildi. Batafsil ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.